Bir narsani yaxshilab bilib oling. U otasining uyida och emas edi, siz uni to'ydiradigan. U otasining uyida kiyimsiz ham emas edi, siz kiyim olib berib minnat qiladigan. U otasining uyida malikalardek edi. U otasining uyida siz aytgandek kasalmand ham emas edi. Siz boshing kasaldan chiqmaydi deb nomlaydigan. U otasining uyida kiyimsiz ham emas edi. Siz kiyim olib berib minnat qiladigan. Hammasidan kechib sizning yoningizga keldimi? Ayolingizni qadrlang. Ayol Allohning omonati. Uni xo'rlash omonatga xiyonatdir. Omonat qilib bergan zot bir kun omonatning ustida albatta